bizga hamrohlik qilayotgan qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar, biz yo'l-yo'lakay dasturini boshladik. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz Buxoro telekanali hamda FM 101.3 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli tarzda efirga uzatiladi. Va yana bir narsani aytib o'tish lozim, endilikda siz mana shu kundan boshlab haftaning seshanba kuni 16:00 dan 17:00 ga qadar dasturimiz FM 101.3 Buxoro radiosi hamda Buxoro telekanali orqali endi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. Siz esa doimo faol bo'ling deymiz. Yo'l qoidani yoqtiradi va biz yo'llarda yursak doimo qonun qoidalariga, demak, amal qilishni unutmaylik azizlar. Mulohazali loyihamizni boshladik. Har safargidek bizning, demak, mehmonimiz, savollarga javob beruvchi mutaxassisimiz Ulug'bek Shukurulayev. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio eshituvchilar. Haqiqatan ham biz bugun mana navbatdagi yo'l-yo'lakay dasturini boshlab oldik va o'ylaymanki, bugun ham yurtdoshlarimiz ushbu loyihada faol bo'lgan holda o'zlarini qiziqtirgan barcha mulohaza, savollar, takliflarni yuborishsa, biz bajonidil ularga baholi qudrat javob berishga tayyormiz. Albatta, savollar bo'lsa 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot. Mana shu manzil uzra noma yo'lasangiz, savol yo'lasangiz, sizning albatta nomangiz jonli efirda o'qib eshitiladi. Biz barcha nomalarga, barcha savollarga imkoni boricha jonli dasturimizga, demak, javob berib o'tiradi. Va yana bir narsani aytib o'tish lozim, Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan challenge e'lon qilingan. Bu ham bo'lsa, bolalarimizning o'limini kamaytirish, ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan challenge e'lon qilingan. Mana shu challenge-da barchamiz faol ishtirok etaylik deymiz. Demak, qadrli hamyurtlar, ota-onalar sizlar ham doimo befarq bo'lmanglar. Farzandingizning hayoti xavfsizligi eng muhimi hisoblanadi. Yo'llarda bolalarimizni asraylik. Challenge haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz o'zingiz. Demak, darhaqiqat Mehruz opa, mana o'tgan sonlarda ham biz bu narsani ta'kidlab o'tgan edik. Ya'niki, viloyat hududida, respublika avtomobil yo'llarida yuz berayotgan bolalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida viloyat hokimimiz hamda qolaversa viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbuslari bilan 2025-yil 15-aprel, ya'ni bugundan boshlab 2025-yil 25-may sanasiga qadar, demak, xavfsiz yo'llar har bir bola uchun tamoyil asosida challenge e'lon qilindi. Challengening shiorlari, demak, yo'llarda bolalarga yo'l beraylik, hurmatli ota-onalar farzandlarga befarq bo'lmaylik, har bir farzandga e'tiborli bo'laylik degan kabi shu shiorlar ostida biz yurtdoshlarimizni, keng jamoatchilikni jalb qilamiz. Ya'ni bunga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha soha vakillari bugun erta tongdanoq kirishib ketishdi va o'z faolliklarini ko'rsatishmoqda. Va o'ylaymanki, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarimiz eng asosiysi siz bizning farzandlarimizning xavfsizligi uchun ekanligini unutmagan holatda bu narsa nafaqat birgina Buxoro viloyatida, biz barcha respublikamizning mintaqalarida, barcha go'shalarda, barcha viloyatlarda ham ushbu ishlarni davom ettirishga yurtdoshlarimizni chorlab qolamiz. Albatta, va farzandlarimiz, bolajonlarimizning xavfsizligi eng muhimi hisoblanadi. Har birimiz javobgarmiz, mas'ulimiz. Shu sabab ushbu challenge e'lon qilindi. A'lo kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin deymiz. Yuqorida biz manzillarni eslatib o'tdik. Yana bir bor eslatib o'tamiz, 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot. Mana shu manzil uzra noma yo'llasangiz, savollaringizga biz albatta dastur davomida javob berib o'tamiz. Mulohazali loyihamizda faol ishtirok eting deymiz. Bizda qo'ng'iroq bo'lsa agar, demak, suhbatni boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'tsangiz, jonli efirdasiz. Abdurasulman, Buxoro shahridanman. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Ulug'bekka savolim bor, Ulug'bek aka. Marhamat. Assalomu alaykum, Abdurasul aka, eshitaman. Assalomu alaykum, Ulug'bek, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Shu avtobus masalasi bo'yicha biz sizga savolim bor edi. Avtobus masalasida, to'g'rimi? Aha. Eshitaman, marhamat Abdurasul aka. Shu mana nafaqada mana shu kun davomida shu spirtli ichimlik masalasi bo'yicha shuni har kunlik doktordan o'tkazib yo'lga chiqaraydilar. Ba'd ikkita uchta yo'nalish bor, umuman nima toshayotganini ham bilmaydi. Gonga qo'yadi bitta odam uchun bir-birovida quvib o'tadi. Kun davomida shunaqa holatlar yo'lga uchrashyapman. Bu tumanlar aro qatnovchi avtobuslar nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? Shahar ichi yana shu 53 yo'nalishi. 53 yo'nalishi. 68 odam, uning ichiga odam ketyapti mashina ichiga. 68 yo'nalishi. Demak, Abdurasul aka, katta rahmat. 53 yo'nalishi shunaqa. Bas shu kun davomida shu avtobuslarni
ertalabki o'sha doktordan o'tkazib yo'lga chiqaraylik desa yaxshi bo'lardi. Tushunarli. Katta rahmat Abdurasul aka. Demak, eslatib o'taman. Aynan mana shu biz keng jamoatchilikni fikriga tayangan holatda avtomobil yo'llarimizda, ko'cha tarmoqlarida, jamoat transportida va qolaversa yo'l inshootlarida yuz bergan o'zgarishlar yoki biror bir qanaqadir qayergadir o'zgartirish kiritilishi kerak bo'lsa, shu haqida ma'lumotlarni olamiz. Abdurasul aka tomonidan berilgan, demak, mulohazalarni bevosita belgilab oldik va transport boshqarmasi mutasaddilari hamda Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mutasaddilari bilan xufiyona va oshkora tekshiruvlarni amalga oshiriladi. Shuningdek, yo'lovchi tashuvchi uyushma rahbarlaridan ham iltimos qilib qolamiz. O'zi uyushma tomonidan doimiy ravishda Behruz opa ertalabki avtosaroydan chiqish vaqti har bir haydovchi uning holati, uning sog'lig'i, transport vositasining texnik holati mexaniklar tomonidan, shifokorlar tomonidan ko'rikdan o'tkazib chiqariladi. Ammo hammamiz insonmiz, lekin kimdir mana shu vaziyatda demak keyinchalik kun davomida qandaydir bir xatoliklarga yo'l qo'ysa, demakki mana bu jamoatchilik tomonidan albatta darrov ko'zga tashlanadi, chunki jamoat transporti bo'lgandan keyin uni hamma kuzatadi, ko'radi, eshitadi. Kerak bo'lsa yaqin masofada bo'lganda uning og'zidan kelayotgan qanaqadir masalan spirtli ichimlik iste'mol qilmaganligini ham sezib qolish mumkin bunaqa vaziyatda. Va albatta biz nazoratni doimiy kuchaytiramiz. Xabaringiz bor, 2024-yil oxirida va 2025-yil boshida biz bir nechta holatlarni shaxsan o'zimiz ham jamoat transporti, ya'ni avtobus haydovchilarining bu kabi holatlarida yurganliklarini aniqlab, ularga tegishli tartibda ma'muriy ta'sir choralarini ko'rib, o'sha uyushmalarga taqdimnomalar ham bir necha marotaba kiritilgan edi. Tashakkur deymiz javob uchun. Qadrli muxlislarimiz, faol bo'ling. Ko'pchilik muxlislarimiz demak bilishadi, yo'l yo'lakay dasturi mana bir necha yillardan buyon haftaning 2 kunida dushanba va juma kunlari FM 101 Buxoro radiosi orqali efirga uzatilayotgan edi. Endilikda esa yana bir bor eslatib o'tamiz. Haftaning seshanba kuni 16:00 dan 17:00 ga qadar dasturimiz to'g'ridan-to'g'ri Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali endilikda efirga uzatiladi. Haftaning juma kuni esa FM 101 Buxoro radiosi orqali jonli tarzda efirga uzatiladi. Faol bo'ling deymiz va bizda qo'ng'iroq bo'lsa, navbatdagi muxlisimiz bilan suhbatni boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'tsangiz, jonli efirdasiz. Marhamat. Peshko'dan Qayim boboman, pensioner. Marhamat, savolingizni, mulohazangizni eshitamiz. Mana savolim o'sha xodimga, men o'zim ichki ishlardan pensiyaga chiqganman, militsiya mayoriman. Hozir ichki ishlar faxriylar kengashi raisiman. Mana bizda bor avtobus, marshrutlari bor. Isuzu 182 yigit, yosh yigit. Necha marta manzilni bersam, undan tinglamasa, meni yoqamdan ham olgan joylari bor. Tez hayda, mana shu to'g'ri aytdi Madrasul. Avtobusda Damas'tani ko'rdi, jon chiqarib borib, oldin odam olaman deb necha avariya situatsiya qildi. Aytishga to'g'ri, nima kelmaydi, quloq ham solmaydi. Mana shunaqa nimalarga bir e'tibor bersalar. Qarang. Katta rahmat ustoz. E'tibor bo'lgan. Qayum bobo, men taniyman ustozni. Ustoz rahmat avvalambor qo'ng'iroq uchun, mulohaza uchun sizga tashakkurlar bildiramiz. Albatta, sizning xavotiringiz o'rinli. Bu borada Qarang, e'tiborsiz haydovchilar ham ko'p-da. Shu uchun haydovchilardan aynan challengeimizda ularga ham tegishli joylari bor. Ya'ni asosan haydovchilarimiz mana shunaqa bee'tibor haydovchilarimizga, hurmatli haydovchilar, bee'tibor bo'lmaymiz. Tabni qira qiluvchi so'zlarni ishlatmaymiz. Yo'llarda yuqori madaniyatli inson ekanligimizni bir-birimizga ko'rsataylik, chunki biz ota-bobolarimiz buyuk insonlar o'lib o'tishgan va ularga munosib bo'lish uchun biz mana shunday yoshdagi insonlarimizni yana 2 karra hurmat qilgan holatda qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, o'zimizni katta izzat hurmatimizni ko'rsatib, farzandlarimizga namuna bo'laylik, keling. Albatta. Va bee'tibor bo'lmagan muxlislarimizga biz o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Azizlar, faol bo'ling deymiz. Albatta, har birimizning hayotimiz yo'l bilan uzviy bog'liq, ha, Ulug'bek aka. Ertalab chiqamiz, ishga kelayotgan payt yo'lda bo'lamiz. Farzandlarimiz bilan birgalikda yo'lga chiqamiz va mana shu yo'llarda doimo xavfsizlik qoidalariga amal qilaylik. Bu o'zimiz uchun eng muhimi sanaladi. Chunki umr, hayot bu taqdim etilgan eng go'zal, eng bebaho ne'matdir. Albatta. Va demak, suhbatni davom ettirsak bo'ladi. Qayum boboni nimalarni belgilab oldim va 182 Isuzu Qayum bobo e'tibordan chetda qolmaydi. Mana radio orqali raqam ham aytildi, tanish ham bo'ldi. Albatta belgilab olib, biz tegishli xodimlarimizga yetkazib, tegishli ta'sir choralari, ma'muriy choralar ko'rilib, kelgusida bu kabi ko'ngilsiz, tabni qira qiluvchi holatlarni takrorlamaslik choralarini kuchaytiramiz albatta.
bejizga aytmadilar raqamlarni, chunki demak raqamni bee'tibor bo'lmadilar. O'zi bilan bog'liq, mana shu haydovchi bilan bog'liq baxtsiz hodisa bo'lmasin deya oldini olish maqsadida demak Albatta, qo'ng'iroq qilib jonkuyarlik bilan yo'l yo'lakay dasturiga murojaat qildilar. Tashakkur deymiz. A'lo kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin. Yo'lda bo'lsangiz yo'l harakat qoidalariga amal qilishni hech qachon unutmang deymiz. Va bizda kuni kecha qo'ng'iroq ham bor, bir mulohazani ilgari surmoqchi edim. Kuni kecha bo'lib o'tgan dasturimiz juda ham bir mulohazaga boy dastur bo'ldi. Biz farzandlarimizning xavfsizligi, ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish borasida juda bir o'rinli fikrlarni ilgari surgan edik va bugundan boshlab mana qarang, uning amaliy isboti sifatida challenge e'lon qilindi. Shunday. Albatta, mana shu xavotir nafaqat birgina biz soha xodimlarini, balki hukumatimizni, qolaversa viloyat hokimligini, viloyat hokimimizni juda ham qattiq tashvishga solayotgan edi. Jumladan viloyat hokimimiz tomonidan bugungi kunda maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi rahbariyatiga, qolaversa butun viloyatdagi shahar tumanlaridagi bo'linmalariga ham topshiriqlar yuborildiki, bugun viloyatimizda mavjud bo'lgan jami 548 ta maktablardagi mana shu maktab direktorlari tomonidan, maktab o'qituvchilari tomonidan har bir sinfda ushbu challenge bugun faol tarzda olib borilmoqda. Har bir sinfdagi guruhlarda ota-onalarga nomalar, murojaatlar yuborilmoqda. Yo'llarda, avtomobillarda e'tibor beradigan bo'lsak, jamoat transportlarida yo'lovchi tashuvchi taksi haydovchilari ham bu narsaga faol bo'lishmoqda. Demakki, biz ezgulik yo'lidamiz. Ezgulik yo'lida esa barchani birlashtirishga chorlab qolamiz. Ya'ni yil yakuniga qadar emas, buni butun umr hayotimiz davomida qo'llasak, biz hammamiz bir-birimizni asragan bo'lamiz. Chunki yo'lning oltin qoidasi bu, yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini hammamiz juda ham yaxshi anglaymiz. Kuni kecha bo'lib o'tgan dasturimizda, jonli dasturimizda bir tabni xira qiladigan bo'lsa ham, lekin siz ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tdingiz. Mana shu oxirgi 4-5 oy davomida bolalar o'limi bilan bog'liq bo'lgan bir baxtsiz hodisalar juda ko'p sodir bo'lgan ekan. Keling mayli, buni yana ham diqqatli bo'lishimiz uchun, e'tiborli bo'lish uchun shu mavzuga qaytsak. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio eshituvchilar, joriy yilning shu davrga qadar Buxoro viloyatida bolalar bilan bog'liq jami 6 ta yo'l transport hodisasi sodir etildi va ushbu 6 ta sodir etilgan yo'l transport hodisalarida demak 6 nafar bolajonlarimiz bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Oxirgi bo'lib o'tgan holat esa joriy yil 2025-yilning mana haftaning juma kuni 12-aprel kuni Buxoro viloyati hududdan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 avtomobil yo'li Romitan tumani hududidan o'tuvchi hududida 1-sinf maktab o'quvchisini Nexia 3 rusumli transport vositasi urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasi yuzaga keldi va olib borilgan va ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan menga afsuski ushbu maktab o'quvchisi kasalxonada vafot etdi. Demak, har bir yo'qotilgan umr, har bir sodir etilgan bolalar bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisasi bu biz uchun fojia. Va ushbu fojialar yana yuz bermasligi uchun, fojialarga chek qo'yish uchun ham biz challenge e'lon qildik va challenge'da barcha yurtdoshlarimizni faol bo'lishga chorlab qolyapmiz. Demakki, maqsad ezgulik ekanmi? Qadrli yurtdoshlar, yana kimdir, yana qaysidir bolani halok bo'lishini qarab o'tirmasdan, unga yaratilgan shart-sharoitlar, unga yaratilgan qanaqadir bir omillar bo'lsa, kelinglar uni birgalikda bartaraf etaylik. Yo'llarda hech qachon shoshilmaylik. Piyodalar o'tish joyiga yaqinlashdikmi? Piyodalarga albatta yo'l beraylik. Birinchi, ikkinchi bo'lakka kelib to'xtagan transport vositasini uzoqdan turib ko'rdikmi? Biz 3-bo'lakda harakatlanib ketayotgan vaqtda albatta tezligimizni imkon qadar pasaytirishga harakat qilaylik. Bilaylikki, oldinda albatta qandaydir xavf bizni chiqib kutib olishi mumkin yoki qandaydir bolakay, bolacha ushbu avtomobil yo'lidan yugurib o'tib bo'lishi mumkin va hokazo. Va ota-onalardan so'raydigan alohida eng asosiy murojaatimiz bor. Hurmatli ota-onalar, biz voyaga yetmagan farzandimiz 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf, kelinki 5-chi sinfgacha bo'lsin, ularni mustaqil o'zi bora oladi degan fikrda hech qachon yurmaylik. Har kun hech bo'lmasa 2 daqiqa bo'lsa-da ularga o'zimizni kerakli bo'lgan hayotiy tilaklarimizni, maslahatlarimizni bergan holatda agar imkonimiz yetsa, har kun o'zimiz etib, o'zimiz ketiraylik. Agar vaqtimiz bo'lmasa ham unga qandaydir kuchliroq nazoratni o'rnataylik. Shundagina yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni biz siz bilan birgalikda oldini olgan bo'lamiz. Eng avvalo mana shunday baxtsiz hodisalar bo'lmasin, ularni oldini olish borasida ham mana shunday tadbirlar tashkil etilyapti. Yo'l yo'lakay dasturi ham bejizga, demak, efirga uzatilmayapti. Mana shunday bir baxtsiz, ko'ngilsiz voqealarning oldini olish va yurtdoshlarimizda yo'l madaniyati qoidalarini shakllantirish maqsadida efirga uzatilmoqda. Barchangizga, demak, yaxshi kayfiyat hamrohligini tilagan holda biz dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, tanishtirib o'tsangiz. Men Peshkadanman, Ilhomman.
Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Tashakkur. Ulug'bek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ilhom aka, eshitamiz sizni? Bizmisiz? Rahmat. Ulug'bekjon, shu maktab haqida gapirib turibsiz. Men shunga sizga bir nima aytmoqchiman. Bizani uyimizni oldiga shu Buxoro Vobken Peshkadan Vobkenga o'tadigan joyga 42 maktab oldiga svetofor qurilgan. Svetofor ishlaydi, Xudoga shukr, hammasi hozircha yaxshi. Men qizilni bosadi, yigitlar, qizlar keladi, o'sha knopkasi qo'yilgan. Bosadi-ku. Tugmachali svetofor. Tugmachani bosadi. Endi men o'sha yerda yashayman, qarab turaman-da. Shu Xorazm, Qoraqalpoq mashinalari, shu viloyat mashinalari o'tadi. 130, 140 dan kam haydamaydi. Nomerlariga bunday kartonlar yopishtirilgan, qanaqadir skotchlar qilingan. Hayda. Lekin bosgan, shu qizilni bosgan. O'sha yoqdan svetini margat qilib 1000 bilan keladi. Shu bachalar o'sha yerda avara bo'lib bir hamsha qo'shnimiz o'sha yerda nogiron bachasi bo'lib shu talafot ko'rdi. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim o'sha yerda razvorot qo'yilgan. Razvorot endi menimcha qonuniy emas, noqonuniy. Shunday sementavozlar keladi yo chaqil to'la mashinalar kelib shunday qaytgan paytga ustidan yarmi to'kilib asfaltning ustiga shu odamning yuragini xira qilib o'tadi-da, shu nimalarga, o'sha nuqtasi. To'g'rilagan, o'shalarga bir aytib Qayrilib olish joyining qayrilib olish joyi nuqtasi Ilhom aka, aynan qaysi nuqtada? Qayrilib olish 90 yo'llab o'tgandan keyin 20 metrdan keyin o'sha yerga o'zlarigacha ular nima qilib bo'lgan, qaytadigan joy qilib bo'lgan o'zlari. Maktabdan keyinmi? Yo'q, maktab pavrotga o'tib, Vobken tomonga o'tayotgan paytga 90 yo'l tugaydigan joydan aylanadi. Tushunarli, belgilab oldim. Katta rahmat. Shu masala bo'yicha bir o'sha yerga bir ichki ishlardan ertalablar turadimi, bir xodimmi yo boshqasimi, men shu masalaga bir sizga nima kirgizmoqchi edimda. Taklif. Bu tomoniga shofirkonliklar o'sha ishga keladiganlar o'tiradi, yo'l ustiga chiqib boshqachalar keladi, territoriy qo'yilgan, yaqinga territoriy qo'yildi, rahmat o'sha hokimiyat xodimlariga o'sha yerga qo'yadi. Ular territoriyga turadi, territoriy ustiga. Lekin o'quvchi bachalar ana bu yo'l usti bilan ketadi. Qanday bo'lsin ular o'tirgan shu masalaga biroz chora ko'rish o'sha maqsadni. Endi ular qarayman, ular ham ishlash kerak, o'ylab o'qish kerak, bir chetroqqa joy taqlab, o'roqqa qo'yish kerakmi? Ota-onalar mana o'sha vakilman o'zim o'sha ko'chaga. Necha marta kelib murojaat qildim. Mahallaga raisiga aytdim, boshqasiga aytdim, uchastkovoyga, o'shalarga. Keladi, 1 soat, 2 soat ketadi, yana ertalab keladi, yana shu yo'l ustiga. Shu masalaga biroz chora ko'rsalar, shularga chora tadbir belgilash kerak. Aniq konkret belgilab oldim Ilhom aka. Peshku tumanidan murojaat qildilar. 42-maktab avtomobil yo'lida, ya'ni Peshkudan Vobkenga ketishda bolajonlarimiz uchun tugmachali svetoforlar tashkil etilgan. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda viloyatimizda jami 46 ta tugmachali svetoforlar tashkil etilgan bo'lib, ushbu ishlar davom ettirilmoqda. Ya'ni katta yo'l yoqasida joylashgan maktablar oldida biz mana shu xavfsizlik choralarini ko'rgan holatda tartibga solyapmiz ushbu piyodalar o'tish joylarini. Shuningdek, xavfsiz yo'lak dasturi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar kuni qabul qilingan 1-sonli qaror talablari asosida barcha shahar tumanlarida, jumladan mana Vobken tumanining avtomobil yo'li va Peshku tumaniga o'tuvchi avtomobil xavfsiz yo'laklar, trotuarlar, piyodalar yo'lakchalari ham tashkil etilmoqda. Ushbu ishlar to'xtab qolgani yo'q. Shuningdek, avtomobil yo'llari tekis va ravon shaklga keltirilgandan keyin ayrim qo'shtirnoq ostidagi haydovchilar tomonidan transport vositalarining yo'l harakati qoidalarini buzilish kabi holatlarini Ilhom aka kuzatganliklari va xavotirga tushganliklari, biz bu borada boshqarma rahbariyati bilan o'zaro kelishgan holatda albatta dislokatsiyaga o'zgartirishlar kiritib, imkon qadar multiradarlarimizni, uch oyoqli avtokom radarlarini yaqinlashtirgan holatda ishlarni tashkil etishni, piyoda patrul, pesh patrullarimizni, avtopatrullarimizni ham doimiy ravishda nazorat ostida ushbu hududlarni xizmatlarni olib borishni tashkillashtiramiz. Shuningdek, tig'iz vaqt oralig'ida ham xodimlarimiz, o'sha yerda xizmat ko'rsatuvchi profilaktika inspektorlari, qolaversa mazkur hududda xizmat ko'rsatuvchi boshqa mutasaddi tashkilot, idora xodimlari bilan hamkorlikda biz siz u bizning xavfsizligimizni ta'minlash choralarini kuchaytiramiz va chora tadbirlarni belgilaymiz albatta. Befarq bo'lmagan Ilhom aka va qolaversa o'sha hududda istiqomat qiluvchi barchadan ushbu ishlar albatta tashkil etilishini kafolatlaymiz. Albatta, buning demak tashkil etilgandan so'ng bu haqida qo'shimcha yo'l yo'lakay loyihasida ma'lumot berib o'tiladi. Xo'p, bizda noma kelgan ekan, elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot. Yana bir marta eslatib o'taman. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot manzili uzra savollarni noma tariqasida yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, Buxoro tumanidan hamroh bo'laman. Barchangizga hurmatim cheksiz Ulug'bek Shukurullayevga
alohida tashakkur, hurmatim cheksiz. Shu kun ko'rdim. Demak, Samarqandga yo'ldagi yangilikni ko'rib juda ham xursand bo'lib o'tdim. Rahmat sizga, ishlaringizga omad. Xo'sh, Albatta. ushbu hududda qanday yangilik bo'ldi? Ushbu hududda aynan mana dastur boshida siz challenge-ni ko'rsatdingiz. Ya'ni challenge davom etmoqda. Challenge-da bugun erta tongdan birinchi boshlagan ishimiz yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlovchi bizda ko'ngilli yo'l posbonlari bor. Ya'ni bu haydovchi kadrlar tayyorlovchi tashkilotlar, avtomobil boshqarmalari, hamkor tashkilotlarimiz, yo'l boshqarma xodimlari barcha ko'ngillilar bizga faol bo'lib yordam berishadi. Ya'ni piyodalar o'tish joyida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga ertalabki tig'iz vaqt oralida chiqib, piyodalarni yo'lni xavfsiz kesib o'tishlarini ta'minlashadi. Va shu o'rinda har bir ushbu xodimlarning qo'lida bugun maxsus mana shu demak shu tayyorlangan demak A3 shaklidagi banerlarimiz qo'llarida berilgan ediki, ya'ni shu banerlarimizda haydovchilar farzandlarimizni asraylik yoki hurmatli ota-onalar farzandlarga befarq bo'lmaylik kabi shiorlar ostida ular o'z xizmatlarini tashkil etishdi va haydovchilarga buni namoyishkorona ko'rsatgan holatda ishlarini tashkil etishdi. Ya'ni bu ko'z bo'yamachilik uchun emas, qandaydir ko'z qilish uchun yoki suratga tushish uchun emas. Aksincha, biz chorlov bo'lyapti. Haydovchilarimizga ko'rsatyapmiz. Hurmatli haydovchilar, mana qo'limizdagi tablichka siz uchun aynan. Yana mashinaning ichida ota-onalar ham bor, kimdir farzandini taksida olib boryapti. U ham Yo, haydovchilarning o'zlarini farzandlari bor o'shalarga chorlov tariqasida. Endi to'g'ri, ba'zida kimdir o'ylashi mumkin, hozir savol berish mumkin. Ko'chaga mana shunday chiqib birdan qo'limga ushlagan payt bo'ldi, rasmga tushdik, bo'ldimi deb ketishadi. Yo'q, bu uchun boshlamadik bu ishni. Biz bu uchun chiqmadik bugun yo'lga. Biz buni doimiy qilamiz endi. Ya'ni mana shuni haqiqatdan to'g'ri ekanligini amin bo'lgan Hamro akamiz va o'zlarining nomalarida shu narsani ertalabki tashkil etilgan ishingiz juda ham xayrli ekanligini isbotlab berdilar. Bitta narsadan juda ham xursand bo'ldim Ulug'bek aka. Kuni kecha mana shu dasturimizda shu haqida fikr yuritgan edik. Endi challenge boshlamasak bo'lmaydi. Haqiqatan ham bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida chiroyli bir challenge tashkil etaylik degan fikr mana shu loyihada paydo bo'lgan edi. Buni qarangki, ertasi kuni yo'lga qo'yildi. Xursandmiz. Mana shunaqa chorlovlar ko'p bo'lsa, menimcha meni fikrim emas, barchaning fikri shunday bo'lsa kerak. Yo'llarda baxtsiz hodisalar kamroq bo'ladi. Umuman bo'lmasin. Shuni tarafdorimiz, biz bejizga yo'l-yo'lakay dasturini tashkil etmaganmiz. Bizda qo'ng'iroq bo'lsa, kutirmaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, tanishtirib o'tsangiz o'zingizni? Men Sardor, Qo'qon shahardanman. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Savolim Ulug'bek akaga. Bal sistemasi bo'yicha. Marhamat. Ana bu men avtotransport boshqaraman. Mashinam general doverniskada, dadam, akam menga berilgan dovernis. Shunga radarga tushgan taqdirda shu bal kimga yoziladi? Savolim shunday iborat edi. Radarga tushganda bal kimga yoziladi? Katta rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, hurmatli radio eshituvchilar, Sardor akamiz juda aktual mavzuni ko'tardilar. Ushbu savolga quyidagicha barcha keng jamoatchilikka, bizni eshitib turgan fuqarolarga, yurtdoshlarimizga qarata aytaman. Ballik tizim bo'yicha qonun imzolandi. Qonun 2025-yil 20-fevral kuni muhtaram yurtboshimiz tomonidan imzolanib, amaliyotga kiritildi. Qonunning raqami 1033. Qonunning 4-moddasida yaqqol qilib belgilab o'tildiki, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1 oy muddatda ballik tizimini joriy etish va ishga tushirish mexanizmi va qonun osti hujjati imzolanishi topshirig'i bo'ldi va qonun loyihasi bugungi kunda Vazirlar Mahkamasida tayyor holda turibdi va ma'lumot o'rnida Sardor aka va qolgan yurtdoshlarimizga aytamizki, ballik tizimi bo'yicha faqatgina yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilgan, vizual ko'rik natijasida aniqlangan, qoidabuzarlik bo'yicha tuzilgan elektron va yozma ma'muriy bayonnomalar asosida ballar hisoblanadi. Ya'ni sizni inspektor to'xtatib, o'zi tomonidan aniqlangan qoidabuzarlik va ballik tizimga kiradigan o'sha 11 ta modda asosida sizga hisoblanadi ballar. Avtomatlashtirilgan foto, video qayd etuvchi moslamalar tomonidan esa aniqlangan qoidabuzarliklar hozircha bundan mustasno, ular ballik tizim bo'yicha hisoblanmaydi, lekin kelgusida ushbu mexanizm ham optimallashtiriladi va aynan ballar qanday hisoblanishi mexanizm ishlab chiqilgandan keyin yana keng jamoatchilik qo'shimcha ravishda xabardor etilib, qonun osti hujjatlar yana qabul qilinib, biz bu borada sizlarni aynan yo'l-yo'lakay dasturi orqali xabardor etib boramiz.
Demak, ayni damda bizga hamrohlik qilayotgan, tomosha qilayotgan, tinglayotgan barcha muxlislarimizga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzili uzra noma yo'llasangiz, sizning nomangiz jonli efirda o'qib eshittiriladi. Soatimiz 16:30 ga qarab boryapti. Ayni damda bizda reklamalar vaqti. Undan so'ng chiroyli bir qo'shiqni eshitib olamiz. Undan so'ng esa jonli dasturimizni davom ettiramiz. Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosiga hamroh bo'lishda davom eting. Star House Residence'dan 4 yilgacha bo'lib to'lash orqali uy xarid qiling. Iqtidor maktab ansambli Respublika tanlovining hududiy bosqichiga start beradi. 14 aprel Surxondaryo viloyati, 15 aprel Qashqadaryo viloyati, 16 aprel Farg'ona va Buxoro viloyatlari, 17 aprel Namangan viloyati, 18 aprel Andijon viloyati, 21 aprel Xorazm viloyati, 22 aprel Qoraqalpog'iston Respublikasi, 23 aprel Samarqand viloyati, 24 aprel Navoiy viloyati, 25 aprel Jizzax viloyati, 26 aprel Sirdaryo viloyati, 28 aprel Toshkent viloyati hamda 29 aprel kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Ilk marotaba Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan tanlovning respublika bosqichiga yo'llanma uchun tuman shahar bosqichidan saralangan 208 ta jamoa o'z mahoratlarini namoyon etadi. Eslatib o'tamiz, respublika bosqichida birinchi o'rinni egallagan jamoa xorijiy davlatga ta'lim sayohatini qo'lga kiritadi. Batafsil ma'lumotlar Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda. Reklamani ham mana tingladik, tomosha qildik. Azizlar, demak, Buxoro telekanali hamda FM 101 orqali reklamangizni joylashtirmoqchi bo'lsangiz, ishoning biz bilan natijangiz yana ham a'lo bo'ladi. Biz esa a'lo kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, yo'l-yo'lakay loyihasi ayni damda Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Bizda qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan telefon qilyapman. Marhamat. Nazarov Shohruh ismim. Ulug'bek aka, bu birinchi iltimosim. Bizani M307 yilda ikkita maktab borda, 29-maktab va 49-maktab. Bir marta kelib ham ketganlar Ulug'bek aka o'zlari. Xudo shunday. Assalomu alaykum Shohruxjon, eshitaman sizni. Assalomu alaykum. 29-maktab oldiga katta svetofor qo'yilgan, hurmatli komandir. Meni ko'p o'zim ham avtolovda yuraman. Ko'pincha holatda Qizilda o'tish holatlari juda ko'p bo'lmoqda-da. Endi baribir maktab o'quvchilari u yerda, o'sha goman bor. Juda ko'p vaziyat bo'libdi. Shu uchun o'zim ham necha kuzatyapman. Qizilda juda ko'p o'tish holatlari kuzatilmoqda. O'shanga birinchi o'rinda shu yerda Qizilga jarima yozadigan bitta tashabbusingiz bilan kamera qo'ysak. Kamera. Tak, belgiladim. Shuni yozib qo'ysak, keyin 49-maktabnikini ham iloji bo'lsa kecha kunduz ishlab qo'yadigan qilib qo'ysak demoqchiman. Chunki baribir kecha kunduz odam o'tib qaytadi. Ikki yo'l aholi punkti. Svetoforni, ha? Ha, svetoforda. 49-maktabda. Ha, 49-maktab. Ikki o'g'im chunki aholi punkt, nasloni punktda bu yerlar. Juda ko'p, juda tez kechqurunlar, juda tez harakatlanish holatlari kuzatilmoqda-da. Katta rahmat. Ana endi bir mulohaza shu yerda Shohruh aka. Eshitaman. Demak, mana shu shundan iborat, to'g'rimi? Ha, keyin yana bitta savolim bor edi. Xo'sh, bu Uglatda yaqinda onamlarni Baltadan olib kelayotgandim. Kechqurun tungi soat 10-11 atrofida edi. 11 atrofida edi. Qishloqara kelyapman. Shuni tushyapman-ku. Yo'lni yopib, administronni bir tomonlama yo'lni, ikkita mashina bazir sifatida. Yo'lni yopib, 4 ta gayi bemalol 01 dan telefon bo'lgan, meni telefon bo'lgan menimcha aytishgan, mana shu mashina paloncha mashina ichib ketgan deyishgan, men bilmadim. Men o'zim ichmagandim lekin. Yo'lni yopib bemalol mashinalarning qatorasiga tekshirib qilyapti. Bu kechqurun 10:30, 11 holatlarda shu narsa mumkinmi, hurmatli komandir? Tushunarli. Katta rahmat. Demak, chunki onam kasal edilar, o'sha kechqurun Barsadan olib keliyotgandim-da, to'g'risiga. Barsa olib kelib, Barsadan olib ketyapman. Bemalol vaqtimni bir yarim soat, 40 minut vaqtim o'sha yerga ketdi. Tushunarli. Katta rahmat. Demak, quyidagicha javob beraman. Birinchisi M37 Samarqand Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lini
yo'l yoqasida katta magistral yo'lida 29 hamda 49 maktablar joylashgan. Adashmasam O'zanon va Xaticha aholi yashash punktlari atrofida edi, to'g'rimi? Va mana shu hududda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida biz sal oldinroqda, ilgariroq Gajdumak, Labirut aholi yashash joylarida ham ushbu ishlarni amalga oshirgandik. Ya'ni tartibga solindi piyodalar o'tish joylari. Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'li bo'lsa-da, istisno tariqasida G'ijduvon bilamiz juda ham katta hudud va ushbu katta hududda juda ham ko'plab aholimiz istiqomat qiladi. Mana birgina shahar bilan mulohazada endi hozir men hammasiga javob berib o'taman Shohirjon savollarga. Mulohazani oxirigacha tugatmoqchiman Mehruz opa. Buxoro shahrida bugungi kunda 46 ta maktab mavjud. G'ijduvon tumanida esa 67 ta maktab mavjud. Buxoro shahrida jami demak mahallalar soni 65 tani tashkil qiladi. G'ijduvon tumanida esa 75 tani. Tabiiyki, G'ijduvon bugungi kunda aholi sonidan, maktablar, mahallalar va hokazo barcha jabhada demak ko'proq fuqarolarimiz istiqomat qilishini ko'rishimiz mumkin shu jarayonda. Demakki, svetofor qurilmasini 49-maktabda ham kecha kunduz doimiy ishlashini, ta'minlashini so'radilar Shohirjon. Lekin ayrim yurtdoshlarimiz, uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar, Vobkent, Shofirkon, deylik, Rometon boshqa mana shu viloyatimizning shahar tumanlarida istiqomat qiluvchi haydovchilar tomonidan esa ushbu narsa teskarisiga aytiladi. Ya'ni yo'q, kechqurun hech kim yo'q-ku, o'tmaydi-ku, svetoforni faqat migayish sarqa qo'yib qo'yinglar. Bizda hech qanaqa xavf yo'q, fuqarolar o'tmasligini biz bilamiz. Nima uchun buni doimiy yoqib qo'yasizlar deydi. Qarang, ikkita fikrlarning to'qnashuvini bir-biriga nomutanosib. Ya'ni o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolar bilashadi, u yerda doimiy qatnov borligini. Chunki G'ijduvonda bilamiz doimiy ertalabdan kechgacha yurtdoshlarimiz g'ayratli, shijoatli, qandaydir yumushlarni baribir ular bajarishadi. Shunday ekan, mana Shohir aka misolda aytishimiz mumkinki, u kishi yoqib qo'yinglar deyaptilar. Ya'ni uni o'chirib qo'yishning hojati yo'q. Boshqa hududlarda ham shunaqa muammo bor, Laburutda ham, Gajdumakda ham. Biz bu choralarni yana qo'shimcha ravishda hududni o'rganib belgilaymiz va keyingisi mana oylar betob bo'lganda tungi vaqtda xodimlarimiz tomonidan transport vositalari to'xtatilayotganligi va yo'lda ozgina to'siqlar yuzaga kelganligini aytdilar. Endi bitta narsani albatta biz yurtdoshlarimizdan to'g'ri ma'noda qabul qilishlarini iltimos qilib qolamizki, hurmatli yurtdoshlar, maxsus reyd tadbirlari amalga oshiriladi. Ya'ni qandaydir bir boshqarma tomonidan masalan ko'rsatma bo'lib qidiruvda bo'lgan shaxs yoki qidiruvda bo'lgan transport vositasi yoki to'sib ushlash tadbiri deylik, qandaydir bir hushyorlikni oshiruvchi yoki qandaydir informatsiya orqali qandaydir bir jinoyatchini aniqlash uchun muhim bo'lgan bir reyd tadbirlar belgilanadiki, shu jarayonda har bir transport vositasini to'xtatib, uni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirish asosiy masala hisoblanadi va ushbu transport vositasining ichida bo'lgan shaxslarni ham birma-bir o'rganish bu ham eng asosiy hisoblanadi. Ularning holati, psixik holati, fizik holati, ularning spirtli ichimlik iste'mol qilmaganligini aniqlash soha xodimlarining asosiy vazifasi. Aks holda har bir tekshirilgan yoki shu biror bir bitta narsa e'tibordan chetda qolib o'tib ketib qolsa, yoki o'sha jinoyatga gumondor bo'lsa yoki o'sha spirtli ichimlik ta'sirida o'tib ketib kimgadir aziyat chektirsa, bundan achinarlisi bo'lmasa kerak. Shuning uchun bunaqa bir vaziyatda vaziyatni vizual baholab, agar bemor bo'lsa, albatta transport vositasini tushib, hurmatli inspektorlar buni ovoz yordamida ham yetkazib, iltimos, mana bemorim bor, mana tezroq o'tkazib yuborishlaringizni iltimos qilaman desangiz ham hech kim bu yoqda sizga to'sqinlik qilmaydi. Qaytanga sizga koridor ochib berib, sizga tezroq manzilingizga yetib olish uchun chora-tadbirlarni belgilashadi. Lekin ushbu ishlar maxsus reydlar davomida tashkil etiladi va ularning yonida maxsus reydni amalga oshirish uchun albatta ruxsatnomalar bo'ladi. Shunday ekan, bu vaziyat siz bizning xavfsizligimiz uchun ekanligini to'g'ri ma'noda qabul qilishingizni so'ragan bo'lardik Shohruh aka va qolgan yurtdoshlarimizdan ham. Mana shu mazmundagi noma shunga o'xshagan yana ana shu G'ijduvonlik muxlisimiz tomonidan yuborilgan ekan. Mirzabek ismli muxlisimiz. Gajdumak mahallasi M37 yo'ldagi svetoforda ko'plab avariyalar bo'ladi, chunki svetoforda oldindagi mashina to'xtasa, orqadagi mashina tezlikni ham pasaytirishga urinmaydi. Yaqin masofa qolgandan keyin tezlikni pasaytirishga urinadi, lekin juda kech bo'ladi. Bu holat mashina bilan emas, inson bilan bo'lsa-chi, halok bo'lishi ham mumkin. Yana bir mulohazani yuboribdilar. Bu ham yetmaganda radar svetoforga qarama-qarshi qurilgan. Tushunarli. Mashinalar qizilga o'tsa ham bilinmas ekan. Qarang, G'ijduvon tumani Gajdumak aholi yashash punkti, adashmasam 226 va 230 kilometrlar atrofi. Shaxsan o'zim 2023-yil iyul oyidan oktyabr oyigacha salkam 4 oy davomida ushbu avtomobil yo'lida o'rganishlarni olib borganman. Sababi birgina 2023-yilda aynan ushbu nuqtada 8 ta
piyodalarning o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yuz berdi. Ya'ni ungacha svetofor yo'q edi. Keyin biz chora-tadbirlar belgilab, mazkur hududda svetofor o'rnatdik va ushbu holatlarga deyarli chek qo'yildi. Demak, endi mulohaza, Mirzabek akamiz aytayaptilarki, radar qurilmasi teskari qo'yilgan, svetoforga kelib urilyapti. Yo'q, bu kishi qandaydir bir kimnidir xatosi tufayli yuz bergan holatlarni balki nazarda tutayotgan bo'lishlari mumkin. Lekin Mirzabek aka, siz bitta narsani to'g'ri qabul qiling. Mazkur hududda o'rnatilgandan keyin ushbu svetofor avtomatik tarzda harakat ishtirokchilarining xavfsizligi ta'minlandi. Ya'ni piyodalar bu yerda doimiy ravishda juda ham ko'p marotaba o'tib qaytishadi. Va albatta bizning ham maqsadimiz yana boshqa avariyani yuzaga keltirish uchun ushbu ishlarni amalga oshirish emas. Biz aksincha ushbu ishlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad o'sha yerdagi harakat xavfsizligini ta'minlash, insonlarning o'limini oldini olish. Mana shu birgina 2023-yilni eslasangiz, baxtsiz hodisalarni kunora eshitib, etingiz junjikib ketardi albatta. Va albatta biz ham bunga qarab turmadik. Bevosita davlat rahbarlari va viloyat rahbarlari tomonidan aniq konkret chora-tadbirlar belgilandi, avariya o'choqlari belgilandi. Hatto o'sha yerda maxsus konteyner tashkil qilinib, viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasining ishchi guruhi shtabi tashkil etildi. Kecha kunduz, demak 24/7 davomida xodimlarimiz o'z xizmat faoliyatlarini olib bordiki, bizning ham maqsadimiz o'sha yerda bitta ham o'lim bilan bog'liq avtoavariya yuz bermasin edi. Va mana endi nima deydi? Ilohim bundan keyin ham yuz bermasin, lekin biz to'xtamaymiz. Biz davom ettiramiz yana chora-tadbirlarni belgilashda. Har bir yo'l mintaqalarida, avariya o'choqlarida biz bu kabi avtomatlashtirilgan video kamera, fotoradarlarni o'rnatishda davom etamiz. Ya'ni ular standartlar asosida tegishli tashkilotlardan ruxsat olingandan keyin ruxsat etiladi. Yoqishga, qayd etishga. Ya'ni biz o'zimiz uni etib qurib, ya'ni ishga tushirib yorishga nimamizga vakolatimiz yetmaydi. Bulardan ko'zlangan maqsad esa albatta xavfsizlikni oldini olish, insonlar o'limini oldini olish va o'sha yerdagi harakat xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobod manzili uzra juda ko'p nomalar kelyapti. Qadrli muxlislarimiz, iltimos noma yozayotganda e'tiborli bo'ling. Shu bilan birgalikda ba'zi, demak, shu mazmundagi savollarga biz javob berib o'tamiz. Yana shunga o'xshagan savollar keladi. Hech qisi yo'q, mayli. Muhammad ismli muxlisimizdan kelibdi. Sun'iy notekislik ishora belgisi bo'lmagan joylarda majburiy sekinlashish yoki sun'iy notekislik o'rnatish mumkinmi? Bunga qanaqa choralar bor? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 147-modda tartibida o'zboshimchalik bilan yo'l inshootlariga yetkazilgan zarar bo'yicha choralar ko'riladi. Ishchi guruh tuzilgan, olib borilmoqda, lekin sun'iy notekislikni o'rnatishdan maqsad ko'pchilik yurtdoshlarimiz uy oldilariga shu qandaydir tezlikni pasaytirish, o'sha hududda baxtsizlikni oldini olish uchun qilishadi bu ishlarni, lekin nima deydi? Mana shu qonun kuchga kirgandan keyin turli bir-biriga zid fikrlarni biz ko'p to'qnash kelishini guvohi bo'ldik Mehrisopa. Ayniqsa mana o'tgan mulohazali sonda ham ayrim yurtdoshlarimiz o'rnatishni tarafdori, ayrim yurtdoshlarimiz esa uni yo'q, kerak emas, olib tashlangan yoki baland qarama-qarshi mulohazalar qarama-qarshi mulohazalar bir-bilan to'qnash keladi. Shunday ekan, biz davom etamiz. Biz mana shunaqa mulohazalarni belgilab olib, joylarga borib, siz bilan birgalikda o'rgangan holatda keraklarni qoldiramiz, keraksizlarni esa bartaraf qilishda davom etamiz. Xo'p, kuni kecha ham shohda mulohaza yuritdik. Sun'iy notekislik tanganing ikki tarafi bo'lgani kabi fikrlarda ham qarama-qarshilik bo'ladi. Lekin kimdir mana shuni yoqlab chiqadi. Sun'iy notekislik kerak. Lekin aksariyat haydovchilarga bu narsa yoqmaydi, chunki ularning harakatda qandaydir noqulayliklar paydo bo'ladi, shundaymi? Lekin mana shu sun'iy notekisliklarni qurishdan maqsad nima? Xavfsizlikni oldini olish. Masalan, men mahallaga kirib borayotganda eng avvalo mana shu mahallada bolajonlarga qarayman. Ular bola. Yugurib bolalar endi sho'x bo'ladi, bilamiz. Yugurib yo'llarga chiqib qolishi mumkin, avtomobil o'tayotganda his qilmasligi mumkin. Ana shunday paytda, demak, sun'iy notekislik bo'lgani menimcha yaxshi. Yaxshi, albatta kerak. Siz biz uchun, farzandlarimizning hayotini asrash uchun. Bekorga mana shu challenge tashkil etilmadi-yu. Ha, xuddi shunday. Qarang, bu ham endi bir fikrda. Albatta. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Tanishamiz muxlisimiz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum Ulug'bek. Assalomu alaykum. G'uzondan yana Muyassarayaman. Assalomu alaykum muxlislarimiz, bugun faol, marhamat eshitamiz. Chaqdardan edi, adashmasam. Chandari. Chaqdariga bozor bo'ladi, juma bozor. Juma bozor bor, ha, o'zim ham bir necha bor. Bozor bo'ladi, o'sha bozor bo'ladigan yo'ldan katta mashinalar, mayda mashinalar ko'p o'tadi, noqulaylik tug'dirgani sababli yana haftadan bizani bu ko'chamizga ko'chirish taklif qilingan. Sizlardan sizlar xabardormi yoki o'zdan o'zi ko'chiryaptimi? Endi katta mashinalar o'sha yerda istiqomat qiluvchi aksariyat aholi, keyin bilamiz ko'pchilik o'sha yerda ipchilar, to'g'rimi? Ko'p yashaydi, o'sha yuk mashinalarda tashiydi. Nima, chorva mollarni tashuvchi mashinalar ko'p, ayniqsa.
Lekin bu ichki o'zlaringizni kelishuv asosida amalga oshiriladi. Bu narsani mahalla fuqarolar yig'ini raislari, mazkur hududda xizmat ko'rsatuvchi profilaktika inspektori va tuman hokimligi bilan o'zaro kelishgan holatda Muyassar opa hal qilsa bo'ladi. Ya'ni bunga biz soha xodimlari hech qanaqa aloqadorchilik joyimiz yo'q. Qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz. Savol kelgan ekan, qo'ng'iroq ham bor nazarimda. Bor albatta. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobod manzili uzra orbita svetofor svetofordan o'tganingizda va o'tsangiz ham o'tmasangiz ham ishlayveradi. Orbita svetofor. Shunga demak knopka qo'yishni iloji bormi Aminjon Haydarovda? Aminjon Haydarovda. Xalq tilida mana Sakjana yo'li deydi. Ushbu avtomobil yo'li. Biz demak Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida ushbu avtomobilning o'rtasida demak svetofor qurilmasini o'rnatdik. Somiy ko'chasi, mana esimga keldi, Somiy ko'chasi va mazkur hududda ikkita demak nohiyalarni bir-biriga bog'lovchi avtomobil yo'li bu va Somiy va Jomiy ko'chalarini bir-biriga bog'laydi. Biz bilamizki, Somiy ko'chasida 35-maktab bor, Jomiy ko'chasida 13-maktab bor. Va o'rtada yana maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham bor. Ya'ni aholi juda ham zich joylashgan. Shunday ekan, mazkur hududda svetofor doimiy ravishda ishlaydi. Bundan tashqari sun'iy notekisliklar ham o'rnatilgan. Biz albatta yana borib o'rganishlarni olib borib, tugmachali svetofor o'rnatish borasida mutasaddilarga takliflarni yuboramiz. Tashakkur deymiz noma uchun. Qo'ng'iroqlar bilan suhbatni davom ettirsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jo'li efirdasiz, marhamat o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Man Vobkent tuman Charvoqkin mahalla fuqarolar yig'inidan Aminov Isroilman. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Mani savolim shu Ulug'bekjonga, mana o'zlari hozir aytib o'tdilar, bu gajdumak svetofor qo'yilgan yo'lga. Bizlarning mana bu Charvoqkin qishlog'imizga maktab yo'q. M37 yo'lini kesib qishlog' maktabiga o'quvchi qishlog'imiz bolalari qatnaydi. Shu yerga peshxod uchun palasa chizilgan, svetofor yo'q. Bir 4-5 oy oldin shu yerga bitta bolani mashina urib ketdi. Svetofor qo'yish iloji bormi? Shirin tomonga ketish yo'limi? Shirin qishlog'iga. Yo'q, Charvoqkin temirxonani oldidagi palasa bor-ku, Charvoqkin. Stalovoyning oldiga peshxod chizilgan. Tushunarli. Belgilab oldim. Endi Isroil aka, har bitta narsa odam soniga qarab belgilanadi. Ya'ni o'sha yer hududda sutkasiga, soatiga, daqiqasiga va soniyasiga nechta fuqarolarimiz o'tib qaytishi bizning ekspertlarimiz, yo'l nazorati bo'limi maxsus inspeksiya xodimlari tomonidan borib o'rganiladi va o'rganish natijalariga ko'ra laborator tahlillar asosida xizmat tekshiruvi o'tkazilib, xulosa qilinadi va xulosa asosida svetoforga ruxsat berish respublika tashkiloti tomonidan amalga oshiriladi. Biz o'rganishlarni olib boramiz, belgilab olindi. Bu birinchi murojaat emas. Aynan siz kabi boshqa yurtdoshimiz tomonidan ham ushbu murojaat o'tgan yoki undan oldingi sonlarda albatta yuborilgan edi. Biz tegishli tartibda yozma topshiriqlarni yuborganmiz, o'rganishlar davom etmoqda va lozim topilsa albatta ushbu ishlar amalga oshirilsa siz o'zingiz buni guvohiga aylanasiz. Agar lozim topilmasa, biz boshqa zaruriy chora-tadbirlarni, agar zebra chiziqlar o'chib ketgan bo'lsa, ularni qaytadan belgilaymiz, qaytadan chizib chiqamiz va yanada kuchaytirilgan holatda o'sha hududda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida amaliy ishlarni amalga oshiramiz. Siz biz bilan birgalikda tajribalardan kelib chiqqan holda. Demak, bizga e'tiborli bo'lgan muxlislarga biz o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Qo'ng'iroq bormi bizda? Vaqtlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dasturimizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. 16:50 ni ko'rsatmoqda. Faol bo'lamiz. Menimcha biz bitta qo'ng'iroq qabul qila olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Aminjon Haydarov bo'laman. Aminjon Haydarov, marhamat. Men Orbita degan joy bor mana o'zimizda. Mana shu yerda svetofor qo'yilgandi yaqinda endi. Ancha maktabga serqatnov joy. Bu kechasi va kunduzi tez-tez svetofor chiroqlari almashinib turadi. O'zim ko'p qatnayman shu yo'ldan. Rahmat svetofor uchun. Knopkalik holatda qo'ysak, kechqurunlari yoki ertalablari ko'p u yerda aholi bunday o'tishi kamroqda. Faqat o'sha yerda ko'p to'xtab qolishyapmiz. Xo'p, savolingiz tushunarli. Menimcha sizning savolingizni o'qidik bu. Hozir nomalar belgilab oldim. Aminjon aka Haydarov, bevosita aytdim. O'zim ham shaxsan boshqa hududni yaxshi bilaman. 35 va 13 maktabi o'rtasida joylashgan.
Jomiy va Somiy ko'chalarini bog'lovchi aholimiz zich knopka, ya'ni tugmacha o'rnatish taklifi belgilab olindi va biz mutasaddilarga bu narsani zudlik bilan dastur yakunida yetkazib, amaliy chora-tadbirlar belgilangandan so'ng sizga yana qo'shimcha ravishda kelgusi sonlarda ushbu dastur orqali yetkaziladi ma'lumotlar. Salomat bo'ling deymiz. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Qadrli muxlislar, siz Buxoro telekanali hamda FM 101.3 Buxoro radiosi orqali jonli tarzda to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan Yo'l-yo'lakay dasturini tomosha qildingiz, tingladingiz. Bizning suhbatdoshimiz esa har doimgidek Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukrullayev bo'ldilar. Va yana bir narsani dastur so'ngida aytib o'tmoqimiz lozim. Demak, ayni damda viloyatimizda viloyat hokimligi hamda Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan challenge e'lon qilingan. Mana shu challenge-da barchamiz faol ishtirok etaylik deymiz. Ayniqsa ota-onalar farzandingizga yana ham e'tiborli bo'ling va haydovchilar, hurmatli haydovchilar, eng asosiy murojaatimiz sizga. Farzandlarimiz bizning eng katta boyligimiz, ne'matimiz, ularni asraylik, yo'llarda bolalar o'limi hech qachon sodir bo'lmasin. Darhaqiqat, mana qisqa 1 soat ichida biz mazmunli suhbatlarni o'tkazdik, bir necha qo'ng'iroqlarni qabul qildik va yurtdoshlarimizning talab va istaklarini, takliflarini, savollarini belgilab oldik. Qadrli yurtdoshlar, umr tezlikdan muhimdir. Xavfsizlik kamari hayot garovi, yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi. Ushbu shiorlarga doimiy ravishda amal qilsakkina bizni baxtsizliklar chetlab o'tadi. Shunday ekan, kelinglar ushbu yo'lda doim birlashaylik. Tashakkur deymiz bugungi suhbat uchun. Qadrli muxlislar, xizmatingizda boshlovchi Mehriniso Farmonova, rejissyor Umid Rasulov, kuchga yaqindan yordam bergan Ulug'bek Hasanov, Feruzbek Rajabovga hamda tasvirchilar jamoasi Hidoyat aka Jumayevga, telefonlarni bizga bog'lab bergan Afzalbek Boltayevga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.